Barakalla. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bolajon telekanalining ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum qadrli bolajonlar va ularning mehribon ota-onalari. Albatta, Quvnoq yulduzlar dasturini kutib o'tirgan bo'lsangiz kerak, chunki biz aynan mana shu dasturni qayta yo'lga qo'ydik. Shanba va yakshanba kunlari siz bilan 2 soat mobaynida birgamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang deymiz. Xuddi shunday. Aziz bolajonlar, albatta bilasizmi Shohsanam, bu dasturning boshlanishi bejiz emas, chunki bolalarning o'zlarining takliflari va istaklari bilan dasturni yana ishga soldik. Chunki iqtidorli bolajonlar juda ham ko'p, turli xil hududlarda, to'g'rimi? To'g'ri. Buni qarangki, bizning dasturimizni boshlab bergan bolajonlar ham Andijon viloyatidan kelgan kichkintoylar. Ha, albatta ularning jonli ijrolariga hozir guvoh bo'ldingiz. Yana san'atlardan bahramand qilishadi bu mittivoylar. Andijon viloyatidan tashrif buyurishdi. Qarang, uzoq masofa, lekin o'z qobiliyatlarini, iqtidorlarini namoyon etish uchun Albatta. shunday imkoniyatlardan foydalanishmoqda bolajonlar. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, qoyil. Demak, biz bolajonlarimizning yana bir ijrolaridan bahramand bo'lar ekanmiz. Bizni kuzating va bu efir davomida sizni nimalar kutadi, shuni ham aytib o'tamiz. Albatta. Boshladik. Qani ketdik. Barakalla. Shohsanam kela qoling. Albatta Shohsanam bekorga kech qolganlari yo'q. Ular hayratdalar. Chunki bolajonlar bog'chaga borishar ekan. Men hozir surishtirdim. Buni qarangki, ular 6 yoshli bolajonlar ekan. Shohsanam dasturimizni boshlab bergan ijodiy guruhni ham biroz tanishtirib o'tishni joiz deb bildim. Ular Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 22-sonli bog'chaning bolalari ekan. Zo'r, juda ham zo'r bolajonlar. Biz sizlar bilan ana shunday tanishamiz, sizni namoyish qilishga harakat qilamiz qobiliyatingizni va sizni sinovdan ham o'tkazamiz.